Do'stlar, mana shu o'rtadagi cho'qqimiz shekilli deb o'ylagan edik. Onnalarini ham bo'lmas shekilli. O'ylaganimda emas ekan. Og'irroq ekan bu cho'qqiga chiqisham. Mana shu pastda ko'rinib turgan joyda, ko'klamzorga o'xshagan joyda. Hop, biroz mizg'ib olishga majbur bo'ldik. Juda og'ir. Yuragim ey, senga rahmim kelib ketdi degan ashulani eslab olyapman. U Ozod akam Nazarbekov aytdi shekilli bu ashulani. Onnalarini ham mana shu cho'qqiga ham chiqib undan ham o'tib ketishdi. Oldinga chiqqan sheriklarimiz. Qizil nurangni deydigan ekan.